o'sha menman. Seni ogohlantiraman. Yana shunday qiladigan bo'lsang, politsiyaga qo'ng'iroq qilib, ustingdan shikoyat qilaman. O'zingga mos 20 yoshli yigitni topsang bo'lmaydimi? O'zi senda odob axloq degan narsa bormi? Shoshmachi. Hozirgina meni necha yoshda deding? Qizaloq, kichkinaligingni eslatganim uchun aybga buyurma. Chiroyliman deb hamma narsa qila olmaysan. Yaxshilikchi, bu yerdan ket, seni ogohlantiraman. Yaxshi, hozir ketaman. Bu qiz ajoyib ekan. Menga yoqdi. 200 ming yuanlik kosmetikam chindan ham yaxshi samara beribdi. Yana ko'proq olaman. Yaxshimisan? Nega kulasan? Hatto yigitlar ham o'zlarini himoya qilishi kerak. Shunchaki men senikiman deding. Men bu haqiqat uchun kurashish. Rostdanmi? Qayerga ketyapsan? Ishim bor. Hoy. Hoy. Nega ortimdan kelyapsan? Senga nima bo'layotganini ko'rmoqchiman. Hojatxonaga kiraman, ortimdan borasan. Agar qarshi bo'lmasang, men ham qarshi emasman. Hammomni orqa eshigi borligini bilmasdim. Bu yer o'ylaganimdan ham ajoyib ekan. Bir marta ruxsat bersam, butun umr davomida qochishga ruxsat beraman. Chindan ham nima istaysan? Oxirgi marta sendan kechki ovqatni so'ragandim. Istamayman. Keyin meni taklif qilasan. Hoy, men bittasini topishim kerak. Nima? Kechki ovqatdan keyin uyingga borishingga ruxsat berilmaydi. Shuning uchun yo'l chetida turasan. Qayerda yashashingni biladi deb qo'rqyapsanmi? Haliyam unashtiruvni bekor qilmadim. Buning uchun menga biroz vaqt kerak. Kel endi men birinchi boshlayman. Dada, bugun Chen Zifan ajrash to'g'risidagi shartnomani olib Shenyukiga berganini ko'rdim. Albatta, Chen Zifan sodda va ma'lumotlarni olish oson. Keyin u janob Feyga boshqasi yoqishini aytdi. Shuning uchun unashtiruvni bekor qilishgan ekan. Shenyu qishloqdan kelgan. Uni sevib qolishi aniq edi. Endi seni go'zalliging mendan qutqara oladimi? Nima qilishyapti?